Chicagodan Kaxa Kallazi sizlar bilan demak eshitamiz Chirchiq shahrimizda. Shunda karvon bozorining oldida Novostroyga yangi domimizda 2 xonali kvartira sotilyapti. Bu yerda 3 tadan kvartira qo'ygan, 2-etajimizda, 3-etaj, 10-etaj qilgan. Narxlar juda ham chiroyli, ichkarilarni obzor bilan tanishtiraman. Hozir 2 xonali obzor bilan tanishtiraman sizlarni. Narx chiroyli, narxini oxirida aytib ketaman, katta yuringlar. Bu joyimizda 3-etajimizda 2 xonamizda turgan joyim, oshxona, shunda balkoni bor. Katta ko'chagining ko'rinib turibdi. Joyimiz rahat bomba. Oshxonamizni katta chiroyli bemalol uголокlar qilib choy ichadigan xona qilsanglar ham bo'ladi. Joyimiz zo'r joyda 3-da joylangan 70 kvadrat. Qaranglar, hozir bu yerdan glavniy xotimizni, xotdan bu yoqda mana chap qo'limizda sanuzillar alohida qilingan, bitta qilinmagan, alohida bu yerda glavniy xotimiz hozir svet yo'q, sal qorong'iroq. Bu yoqda mana qaranglar. Katta zalimiz bor. Zalni keyinchalik suvda qilsanglar bo'ladi, bu yerda spalni qilingan, spalnimiz bor. Xohlasanglar o'zlaringni fokusingda bo'lsanglar bo'ladi, bo'lib olsanglar bo'ladi. O'zlaringni fokusingda hali dekabrda kadastr chiqadi, kadastr chiqqancha xohlagancha bo'lib olsanglar bo'ladi. Idealni qurilgan, fundamentlari ham, betonlari ham, kolonnalari ham chotki qilingan Novostroyimizda. Bu yerda bor yo'g'i 2 dan 3 ta kvartira qo'ygan. Qolgan hammasi sotilib bo'lgan. Demak, narxini aytadigan bo'lsam, narxi 40 ming. Telefon nomeridan pastga ko'rsatib qo'yaman. Telefon qilib egasiga so'rashing, pul kerak ekan. Telefon nomeridan pastga ko'rsatib qo'yaman. Like va subscribe qilish esdan chiqmasin. Rahmat.